Men bilmadim, bilmay qoldim, bilganimda olardim deydiganlarga shu videoni tashab qo'yinglar. Ashli aka-ukalar, hamma ashliklarga, ashliga aka-ukalarga ishti tashab qo'yinglar. Keyin bilmadim, menga hech kim aytmadi deb yurmasin. Qanday go'zal bo'lam bir qara. Keyin sizlarga yana bitta gap aytaman. Men tabasharda emasman. Men marhamatdaman. Marhamatli podxozidaman. Shuniga ham e'tibor beringlar. Qadrdonlar, qariyalarning aytishi bo'yicha shu hovliga endi bunisiga ham, unisiga ham bilmadim. Qanaqadir miqdorda tilla ko'milgan ekan. Assalomu alaykum qadrdonlarim. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Kayfiyatinglar yaxshimi? A'lo darajadami? Qadrdonlarim, o'zingizlar ko'rib turgandek, biz Asht nohiyasini Marhamat qishlog'idamiz. Endi buni ashliklar juda ham yaxshi biladi, bag'ini podxoz der ekan. Qadrdonlar, уже не только Tabasharda, уже Ashtdagi sotiladigan uylar, boshqa joyda sotiladigan uylarni уже reklamasini Xudo xolasa tez-tezlarga chiqizib berib turamiz. Agar sizlar ham reklama bermoqchi bo'lsanglar, mana shu nomer biz administratorimizga tegishli. Bugungi sotiladigan 24 sotixlik uy joylari bilan mansard, ichkarida 6 ta xonasi bor qadrdonlarim. Bu tarafda 14 sotik. E'tibor beramiz. Uyi to'g'risida mana shunda 10 sotik yeri bor. Qadrdonlar, bu uyda qurilgandan beri hali hech kim yashamagan. Ko'rib turibsizlar, yo'llari hammasi yangi asfalt qilingan, suv o'tkazilgan, hamma narsasi bor. Qolaversa, ichkarida o'rik daraxtlari ham juda ko'p. Hozir hammasini bo'lib podrobno tushuntirib beraman. Hozir birinchi o'rinda uy ichkariga kiramiz, chunki hech kim yashamagan. E'tibor beramiz qadrdonlar. Mana kiraverishda asfaltlari bor. Mana garaj bu tarafda, mana garajlari ham bor. Tak, mana shunda turib hozirlarga hammasini tushuntirib beraman. Garajni ko'rdinglar. O'zbek tilida yer to'la deydi. Podvallari ham bor deydi. Endi короче, ikkita katta xonali podvallari ham bor. Hozir ichkariga qorong'i tushib qolmasdan hozir ichkarini ko'rsatib beraman qadrdonlar. Keyin birma-bir tashqarilarini, hovlilarini birgalikda ko'ramiz. Tak, qadrdonlarim, mana men o'zim hozir kamerani oldim qo'limga. Qolaversa, mansardda ham uy joy qolsa bo'ladi. Mansardda ham bor. Yer to'lani aytdim, ikkita katta xonasi bor deb. Qadrdonlarim, uy общий kvadratiga короче 85 kvadrat metr ekan. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Mana bundaqa qilib yopib qo'ygan, sababi bag'da hech kim yashamagan. Shunga yopib qo'yilgan. Mana kiraverish. Mana bu oynalarni yopib qo'ygan. Agar ochsa juda ham chiroyli bo'ladi qadrdonlar. Tak, kiraverish mana. Kiramiz. Koridor bor. Mana shunda koridor. Kelinglar hozir mana shu bitta xonadan ko'ramiz. Tak, mana baqa ko'rpa to'shaklarni taklaydigan joy ekan. Mana shunaqa, mana qadrdonlar, o'zingizlar ko'ryapsizlar, remontlari bilan. Tak, primerni aytadigan bo'lsam 4 metrga 3 metr.
Oynalarni yopib qo'ygan, hech kim sababi hech kim yashamaydi. Tak, to'g'riga yuramiz, ikkinchi xona qadrdonlar. Tak. Bu kattaroq xona ekan, qadrdonlar. Bu где-то 5 metrga 3,5 metr. Patologlari, hamma remontlari bor. Shuna kirib yashasanglar bo'ladi. Tak, endi dальше ketamiz. Bu katta zal qadrdonlar. Bu katta zal. Mana o'zingizlar ko'ryapsizlar. Katta zal. Bu где-то 6 metrga 5 metr bo'lishi kerak. Tak, hozir hamma tarafdan ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bu yerda kichkina xona bor. Bu 2 metrga 3 metrmi shunaqa. Mana bu xona, mana bu gостиный desanglar ham bo'ladi, mehmonxona desanglar ham bo'ladi, qadrdonlar. Oho, mana bu katta plakatlar bor, juda ham chiroyli, menga yoqdi. Ketdik dальше, mana bu yerda yana bitta xonasi bor. Bu xona 3 metrga 4 metr atrofida. Приблизительно shunaqa. Ana shu akalar-ukalar, opalar, singillar, hozir mana uy ichidan ko'rsatdim. Hali podvallari bor, kaliti yo'q, garaj bor, garaji ham kaliti yo'q, qadrdonlar. Uni ko'rsatib bera olmayman. Mana bunga keladigan bo'lsak, mana bog'i hovlisi, mana o'rik daraxtlarni ham ko'ryapsizlar. Давайте hozir tashqaridan ko'ramiz endi. Ana azizlarim, agar shu uyni olmoqchi bo'lsangiz, telefon nomeri qoldirib qo'yaman opsiyaniyada. Agar telefon nomeri bo'lmasa, sotilgan bo'lsa, sotildi deb yozib qo'yaman. Sekin-sekin kamchiliklarni to'g'rilab boraveramiz. Sizlar agar menda bironta kamchilik ko'rsanglar, kommentariyaga yozib boraveringlar. Mana shu yerda podvali bor. Podvalda ikkita katta xonalari bor. Tak, shamol kuchaydi, qadrdonlar. Mikrofonga pamix berishi mumkin, shunga orqalab yuraman. Mana hovlisi. Men aytganimdek, bu taraf 14 sotix qadrdonlar. Mana shu o'rik daraxtlari hammasi hosilga kirgan. Hozir videoda yana boshqatdan chiroyli qilib o'zim videoga olib beraman sizlarga. Ana qadrdonlar, огородni hovlini kattaligiga bir baho berib qo'yasizlar. Tak, tushuntirib beradigan bo'lsam, bundaqasiga 70 metr ekan, bundaqasiga 20 metr. 14 sotix. Sizlarga eng zo'rini aytaman, огород tekis. Bundaqa hech qanaqa не то joy emas, men tushundingiz deb o'ylayman. Keyin bundaqasiga ham 4 burchak. Bundaqa 3 burchak, bundaqa narsalar yo'q. Keyin men daraxtni ham bir qarab qo'yingchi, necha yillik daraxt bu? Kommentariyaga yozingchi, katta mevali daraxt bu. Hozir pastki 10 sotix yerga tushib boramiz, uni ham ko'rsataman. Po puti men sizlar bilan gaplashib ketaman, qadrdonlar, sizlarga ham ko'rsatib, mana hovli taraf, bu orqa tarafdan ko'rsatib berib ketyapman. Baqa yana bitta emas, ikkita, uchta uy solsanglar bo'ladi, chunki sotix juda ham katta. Mana bu uyning orqa tarafi. Ko'rib turganinglardek. Hozir bizda shamol juda ham qattiq, shunga mikrofonda ozgina shum bo'lib qolishi mumkin, shunga sizlardan oldindan uzr. Akalar-ukalar, men aytib o'tganimdek, endi xudo xolasa Cho'ruqdaron, Xudjand, Proletar shu taraflarga ham boramiz. Sizlarga sotiladigan uylarni ko'rsatib beramiz. Agar siz ham uy sotmoqchi bo'lsangiz, mana shu nomerga murojaat qilsangiz, albatta biz ham qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, mana to'g'riga chiqib kelib shuna chiqsanglar, mana shu yerda 10 sotix yeri ham bor. Hozir shu yer ko'rsatishga chiqdim. 50 metrga 20 metr. Mana shu 10 sotix yeri ham bor. Общий hisoblaydigan bo'lsak 24 sotix bo'ladi. Xudo xolasa mana shu daraxtlar ham yana 1-2 yildan keyin katta bo'lib qoladi-ki, salqin soya bo'ladi. Maza qilib, mana bu yerda choy ichib o'tirasizlar. Qanday go'zal bu olam, bir qara. Qadrdonlar, bu marhamatli chekka joylari emas. Hozir endi rivojlanib ketayotgan joylardan bo'ladi. Podxoz deydi buni, qadrdonlar. Keyin masalaga yana bitta gap aytaman. Men tabasharda emasman. Men marhamatdaman. Marhamatli podxozdaman. Shuniga ham e'tibor beringlar. Keyin yana bitta gap aytaman. Baqa qarating kamerani. Ko'ryapsizmi?
qancha uzun. Voshshi katta joyi bog'i. Akalar ukalar o'zingizlar ko'rib turgandek, bu bog'imizda mana har xil mevali daraxtlar bor, o'riklar, boshqa haligi mevali daraxtlar bor. Yana qolaversa, asnonom shiponiga kelgan. Shiponiga kelgan. Endi olganingizdan keyin u sizniki, xohlasangiz olmay ekasiz, xohlasangiz behi ekasiz. Shu. Qadrdonlar, mana turbani ko'ryapsizlar, mana turbani. Avval asfalt qilib, keyin turba tashlamagan. Oldin turbani tashlab, keyin asfalt qilgan. Qadrdonlar, yoqdan kelayotgan suv bu bog'ga bemalol kelish uchun. Ana shu. Qolaversa, yana sizlarga aytaman. Men baqqa ham bitta qaratib qo'ying, bunaqasiga. Hop. Yaspel. Oxiri yo'q. Keyin, yana shamol bo'ladi. Keyin e'tibor beringlar qadrdonlar. Nima uchun mana shaqlarni tashlab ketilgan? Asfalt qilinmagan. Mana bog'lari asfalt qilinmagan. Nima uchun? Savol. Xohlasangiz bu tarafni zeleniy zona qilasiz. Xohlasangiz daraxt ekasiz, xohlasangiz gullarni ekib qo'yasiz. Ana shunga ekan qadrdonlar. Hozir shamol bo'lyapti, ketdik ichkarida gaplashamiz. Garajga отдельно keladigan bo'lsak, 7 metrga 4,5 metr ekan. Hozir ko'rsataylik desak, kalit yo'q. Xudo xolasa, o'zingiz kelganda sekin ko'rib olasiz. Qadrli akalar, ukalar, opalar, singillar, men bilmadim, bilmay qoldim, bilganimda olardim deydiganlarga shu videoni tashab qo'yinglar. Ashli akalar, ukalar, hamma ashliklarga, ashliga aka-ukalarga ishti tashab qo'yinglar. Keyin bilmadim, menga hech kim aytmadi deb yurmasin. Qadrli akalar, ukalar, podpiska, like uchun Baxtiyor Repdan sizlarga отдельно rahmat. Xudo xolasa, yana nima demoqchi edim? Uy olma, qo'shni ol deydi. Qo'shnilar bor-ku, zalatoy qo'shnilar. Zalatoy qo'shnilar gap yo'q, lekin shu agar shu uy olmoqchi bo'lsangiz, mana telefon nomer описаниеda, название kanalida qoldirib qo'ydim. Bemalol siz telefon qiling. Uy narxi qancha, cho'kchimi, o'sha nomer orqali hammasi aytiladi. Qadrli akalar, ukalar, biz narxini aytmaganimiz sababi o'ziga yarasha sabablari bor. Kommentariyada har xil nimaga narxini aytmaysan, nimaga undaqa sababi borki aytmaymiz, ayta olmaymiz. Shunga kommentariyada har xil narsani yozishdan oldin bir marta o'ylab ko'ring, keyin yozing. Qadrli akalar, ukalar, men sizlarni yaxshi ko'raman. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha.